Assalomu alaykum aka uka singillar, mana ko'rib turibsizlar pasatka jarayonlari bo'lyapti. Biz avtovokzaldamiz. Reyslarimiz avtovokzaldan avtovokzalga, Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent har kuni bor reyslarimiz. Aka uka singillar, mana ko'rib turibsizlar avtobusning ichki holatini, komfort avtobuslarimiz zaryadli ustroystavlari bor, monitorlari bor, kamera 24 soat nablюдение qilib turadi. Va yerda kullerda issiq suv sovuq suvlari bor. Aka uka singillar, kimda kim shunaqa komfortni davlat tomonidan qo'yilgan chipta asosida yuradigan reyslarda uyga qaytmoqchi bo'lsa, ekrandagi nomerga murojaat qilinglar. Mana shu avtobusimiz 51 ta mestasi bor avtobusimizda. Xudo xolasa raspисание bo'yicha 2,5-3 sutka Sobraqning vokzaliga yetib boradi inshaalloh. Mana akalarimiz kelib, biletlarni olib ketgan. Sharoiti zo'r. Yoqdimi aka? Cho'tkimi? Современный bo'libdimi? Sal rivojlanishlar. Bazar yo'q. Gap yo'q, akam yaxshi aytib qo'ydilar. Aka-ukalar, akalar avtobuslar yoqdimi? Zo'rmi? Yaxshimi? Tavsiya qilasizlar boshqalarga? Kelib ketsa bo'larmikin? Sog' bo'linglar akalar, oq yo'l sizlarga. Yaxshi aytib qo'yinglar. Bitta qarsak cho'g'anaylikmi Abdushiga, davay. Aka-uka singillar, tanlovlarda adashmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.